Assalomu alaykum do'stlar. Men Kinomanman va bu platforma filmi. 333-qavatli vertikal turma mahbuslari to'yib ovqatlanish uchun 2 daqiqa borligini bilib, ovqat uchun bir-birlarini o'ldirishmoqda. Maxfiy xonalardan birida bolalar o'ynab yuruvchi turmaning mahbuslaridan turmaga kirishlaridan oldin sevimli ovqatlar haqida so'rashar va uni turma menyusiga qo'shib qo'yishar edi. Zamyatan ismli meshqorin agar har kuni pizza yemasa mazasi qochishini aytadi. Prempuan ismli ayol esa sobiq yigiti u uchun tayyorlaydigan cho'chqa go'shtini yaxshi ko'rishini aytadi. Qisqasi meshqorin va cho'chqa sevarlar birga 24-qavatdan joy olishadi. Meshqorin ovqatini qo'liga olgach, tepadagilar uning bir qismini yeganliklarini ko'rib xafa bo'ladi. Sababi mahbuslar suhbat vaqtida nomini aytgan ovqatlarni yeyish to'g'risidagi qoidaga rioya qilishlari lozim edi. Bu qoidaga rioya qiluvchilarni loyalistlar, aksinchalarni esa varvarlar deb atashardi. Meshqorin jahl qilib qovurilgan tovuqni yemoqchi bo'ladi, biroq uni to'xtatgan tepa qavatdagi Robespierre ismli mahbus unga agar qoidani buzsa, qolganlar ham unga ergashib birovning ovqatini jig'ildoniga urishlari mumkinligini aytadi. Bu esa quyi qavatdagilar ovqatsiz qolishlarini bildirardi. Ularning gaplariga tupurgan Zamyatan go'shtni yemoqchi bo'ladi, biroq uni to'xtatgan Prempuan uni o'z ovqati bilan mehmon qiladi. Ertasi kuni 21-qavatdagi mahbuslar qoidalarga norozilik bildirishadi va Robespierre ovqat uchun ularga qarshi urush ochadi. Prempuan o'ziga qurol yasash uchun kravatni sindiradi. Platforma ularning qavatiga ustida mahbus jasadi bilan tushib keladi. Bundan so'ng Robespierre va 21-qavatdagi mahbus platforma ustiga tushishadi. Tepadagi ayol jazolanmasligi uchun janjal vaqtida kamerasiga tushib qolgan ovqatlarni pastga tashlashni boshlaydi, biroq kech qolgandi. Kamerasi olovga to'lgan ayol dizg'anak bo'lib pastga qulaydi. Prempuan olovni o'chirishga urinadi, biroq ayol allaqachon vafot etgan edi. Bundan so'ng jang qilishga urinadi, biroq sirazi momosini ko'radi. 21-qavatdagi mahbus esa hushidan ketadi. Shu onda platforma pastga tushishni boshlaydi va mahbuslar kameralarga tushgan ovqatni pastga uloqtirishni boshlashadi. Xona harorati pasayishni boshlaydi, biroq muzlab o'lmaslardan oldin ovqatdan qutulishga ulgurishadi. Robespierre esa xonadoshi halok bo'lganligini ko'rib chidab tura olmaydi. 21-qavatdagi mahbusni bog'lagan Robespierre bu qoidani targ'ib qilgan odamni topish uchun pastga tushishini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra bir qancha vaqt oldin ular master deya nomlagan mahbus ovqatlarni to'g'ri taqsimlash qoidasini o'ylab topgan edi, biroq ancha vaqtdan beri uning tirik yoki o'likligini hech kim bilmasdi. Aytishlariga qaraganda eng quyi qavatlardan biriga tushib qolgan master ochlikdan qiynalgan odamlarni boqish uchun o'z tanasini bo'laklarga bo'lib, ularga berib kelgan ekan. Uning go'shtidan yegan mahbuslar esa uning izdoshlariga aylanib, hozirgi kungacha uning qoidalarini targ'ib qilib kelishardi. Biroq meshqorin uning gaplariga ishonmaydi. Ertasi kuni meshqorinning pizzasi butun holda ungacha yetib keladi. O'z ovqatini olgan Robespierre esa o'lgan mahbusning ovqatini axlatga tashlab yuboradi. U bu ishni ortiqcha ovqat qolganlarning janjal chiqarishlariga sabab bo'lishi bilan tushuntiradi. Bundan so'ng 21-qavatdagi mahbusni o'zi bilan olgan Robespierre pastdagi kannibal izdoshlarini topish uchun jo'naydi. Oradan kunlar o'tdi. Kameradoshlar o'z ovqatlarini yeb qoidaga rioya qilish uchun o'liklarning ovqatlarini tashlab yuborishardi, biroq nafsi buzuq oshqozonbosh hech kim ko'rmaganida ularning ovqatlaridan ham tatib ko'rar edi. Ammo hamma ham uni nazaridan chetda qoldirmaydi. Bir-birlariga ancha yaqin bo'lib qolgan kameradoshlar esa bir-birlariga yordam berishni boshlashadi. Zerikishni yo'qotish uchun qiz devorga suratlar chizadi va oy oxirlagach meshqoringa ham esdalik uchun nimadir chizib qoldirishni taklif qiladi. Bolaligidan matematikani o'lguday yaxshi ko'rgan Zamyatan esa ildizosti -1 chizadi. Shu kuni tunda ular ovqat 175-qavatgacha yetib borganligidan xabar topishadi. Oldin bunaqasi bo'lmagan edi. Mahbuslar buni nishonlashni boshlashadi. Prempuan esa meshqorinni raqsga taklif qiladi. Ertasi kuni kameradoshlar 180-qavatga tushib qolganliklarini ko'rib dahshatga tushishadi. Platformada esa itga bergulik suyak ham qolmagan edi. Kunlar shu zayilda o'ta boshladi. Qiz ochlikdan chalg'ish uchun surat chizishni davom etadi. O'zi bilan zajigalka olib kirgan Zamyatan esa shunchaki ermak uchun ko'ylagini yoqib yuboradi. Aqldan ozishni boshlagan erkak tanasini kuydirishni boshlaydi va Prempuan uni to'xtatib qoladi. Biroq allaqachon kasallik orttirgan meshqorin qon qusishni boshlaydi. To'satdan tepadan kimningdir boshi tushib keladi. Tepadagilarning gaplariga qaraganda kimdir varvarlarni o'ldirishga bel bog'lagan ekan. Prempuan kun sayin so'lib borayotgan Zamyatanga g'amxo'rlik qilishda davom etadi. Kun ora mahbuslarning boshi pastga tushib turardi. Mahbuslarning so'zlariga qaraganda Daisy Bobby ismli loyalist va uning sheriklari yaqin qolishganmish va ularda orasida 24-qavatda bo'lgan meshqorin ham bo'lgan varvarlar ro'yxati bor emish. U o'liklarning ovqatlarini yegan edi. Prempuan kameradoshini himoya qilish uchun ular 74-qavatdan ekanliklarini aytadi.
Suhbat vaqtida butun oilasi uni tashlab ketganligi haqida so'zlaganligini eslagan Zamyatan ortiq yo'qotadigan hech nimasi qolmaganligi sabab kameradoshiga uni deb zarar yetmasligi uchun o'z joniga qasd qiladi. Meshqorinning jizg'anak bo'lgan tanasi pastki qavatlardan o'tib turmaning eng tubiga tushadi va kanniballar bayram qilishdan oldin olov o'tishini kutishadi. Oradan bir oy o'tgach, Prempuan 51-qavatda ko'zlarini ochadi. Uning yangi kameradoshi esa o'zi bilan yostiq olgan Natalya ismli ayol edi. Uning bir qo'li yo'q edi. Platforma ularning qavatiga tushganida unda Natalya tanlagan ovqat ko'rinmasdi, biroq Prempuan qoidaga amal qilish kerakligini ta'kidlaydi. Ertasi kuni yana kimningdir boshi pastga qulaydi va tepadagilar Bobbi varvarlarni o'ldirishda davom etayotganligini aytishadi. Qoida bo'yicha varvar bilan bir kameraga tushib qolgan loyalist keyingi platforma tushguncha uni o'ldirishi lozim edi. Biroq Natalya kutib o'tirmasdan kravat sinig'i bilan qurollanadi va Prempuanga unga qo'shilishni taklif qiladi. Zamyatan uchun qasos olishga qaror qilgan Prempuan esa unga qo'shiladi va platforma pastga tushishi bilan ularga xayrixohlar soni oshishni boshlaydi. Ular Oskar ismli ilk varvarning qavatiga tushishlari bilan ularga tashlanib qolishadi. Janjal iski boshlanadi va kutilganidek ayol zotidan boshqasi tirik qolmaydi. Uchalasining qo'lida o'lib ketishini tushungan qari tullak o'zini taslim bo'lganday ko'rsatib, platforma harakatlanishi bilan sakrab qochadi. Ko'zi qonga to'lgan Natalya uning ortidan sakrab urib o'ldirmoqchi bo'ladi, ammo aksini olib o'zi o'lib ketishiga bir vaqya qolganida Prempuan ham pastga sakrab Oskarni dumalatib qo'yadi. Platforma to'xtashi bilan tenglik tarafdori bo'lgan mahbus Oskarni bo'g'ib o'ldirishga urinadi, biroq afsuski o'zi pichoq zarbasidan jarohatlanib o'lib ketadi. Prempuan yana jangga kiradi, biroq xotinchalishlariday yig'lab uzr so'rashni boshlagan Oskar qizning yuragini yumshatib yuboradi. Tez cho'kib kechirim so'rayman, yolvorib bir marta kechiringlar, iltimos. Alloh uchun bir marta kechiringlar, menday bir bandar, iltimos. Bunday gaplardan yuragi ezilib ketgan Prempuan uning qochib qolishiga imkon beradi va kuturgan Natalyani ushlab qoladi. Shu kuni tunda Natalya bu yerda yarim yil yashaganligini va bu yerga yangi kelganida kameradoshi unga qoidalarni tushuntirganligini aytadi. Kunlardan birida ochlikdan o'layotgan yigitni uchratgan kameradoshlar unga o'lgan mahbusning ovqatidan berishgan edi. Ertasi kuni esa kallakesarlar ularning oldiga tushib, Natalyaning qo'lini kesib, kameradoshini o'ldirib ketishgan edi. Uning jasadini esa kanniballar bayram qilishlari uchun turma tubiga uloqtirishgan edi. Aynan o'sha kuni Natalya bu yerdan hech kim tirik chiqib keta olmasligini tushungan edi. Tirik qolishning yagona yo'li esa bu yerdan qochish edi va qiz oyoqida ularni ko'chirish uchun uxlatib qo'yishganda buni amalga oshirishni taklif qiladi. Agar ular o'zlarini o'likka solishsa, turma ishchilari ularning jasadini tashlab yuborishardi. Buning uchun esa ularga turma qavatlaridan birida yashiringan, ichidan moy solingan surat kerak edi. Bir necha kundan so'ng platformaga osib qo'yilgan erkakni ko'rishadi. Bu esa qoida posbonlari yaqinlashayotganliklarini bildirardi. Shu sabab Natalya ularga hujum qilishni taklif qiladi. Platforma to'xtagach, ularning soni ancha ko'pligini ko'rishadi. Aslida ko'r bo'lgan Deji Bobbi ularning boshlig'i edi. U oldiniga o'zini mehribon ko'rsatib, hammaga ovqatlanib olishni taklif qiladi, ammo platforma pastga tushishi bilan odamlarga Natalya va Prempuanlarni qo'lga olishni buyuradi. Deji mahbuslar qoidaga bo'ysunishlari kerakligini qat'iyan ta'kidlaydi. Bundan so'ng Natalyani qip-yalang'och qilib platformaga bog'lab, kanniballar oldiga jo'natishadi. Prempuanni esa bir qo'lidan ayirishadi. Ayni damda pastda o'ynayotgan bolalar soni ko'payishni boshlaydi. Keyingi oy Prempuan 72-qavatda ko'zlarini ochadi. Uning yangi kameradoshi filmning birinchi qismida bizga tanishtirilgan hanjarli boboy Trimagasi bo'ladi. Platforma yetib kelgach, boboy qoidaga tupurib qo'ygan holda duch kelgan narsani yeyishni boshlaydi. Bunday nohaqlikka chidolmagan Prempuan esa platformaga minib, unga qo'shilishni taklif qiladi. Pastga tushisharkan ularga yana bir qancha varvarlar qo'shilishadi. Loyalistlarni yomon ko'radiganlar soni shunchalik ko'p ediki, ma'lum bir qavatga yetib kelishgach, Prempuan shu yerda to'xtashni taklif qiladi. Ertasi kuni Deji Bobbining guruhi platforma varvarlar qavatiga tushmasdan oldin undagi ovqatlarni to'kishni boshlashadi. U ularni o'ldirish uchun ularning kuchdan qolishini kutishini aytadi, biroq hozir taslim bo'lishsa, ularga rahm qilishini ta'kidlaydi. Endi muhokama qilishni boshlashganda odamlarni to'xtatgan Trimagasi pastga tushib qolgan loyalistlarni yeyishni taklif qiladi. Bu gap esa qolganlarga yoqib tushadi. Oradan bir necha kun o'tgach, odam go'shtini yeyishdan bosh tortgan Prempuanning qoqi chiqib qoladi, biroq gallyutsinatsiya sabab halok bo'lgan do'stlarini ko'rishni boshlagan ayol oxir oqibat odam go'shtini yeyishga majbur bo'ladi. Ko'p o'tmasdan platforma pastga tusha boshlaganda barcha hujumga tayyorlanib turgan paytda Prempuan Natalya aytgan suratni yashirib qo'yadi va buni Oskar ko'rib qoladi.
Platforma to'xtashi bilan matraslar ortida yashirinib turgan Bobbi va loyalistlar guruhi varvarlarga hujum qilishadi. Shafqatsiz jang mobaynida mahbuslar bir-birlarini itday chavaqlab tashlashadi. Kim tomonda ekanligini ajratish imkonsiz bo'lgan vaqtda Trimagasi tasodifan sevib qolgan ayolini yaralab qo'yadi. Qo'rqqanidan qo'yib yuborgan Boboy kravat tagida yashirinib oladi. Oskar esa Prempuanni o'ldirishga urinadi. Buni ko'rgan Trimagasi unga xanjarni beradi va ayol uni o'ldiradi. Bundan so'ng u ham Trimagasi bilan yashirinadi. Ayni damda mahbuslar bir-birlarining boshini yeb bitirishadi. Oxir-oqibat faqat Trimagasi va Prempuanlar tirik qolishadi. Ayol Deji Bobbini hali tirik ekanligini ko'radi, biroq so'nggi qoni chiqquncha azob chekishi uchun uni o'ldirmaydi. Barcha jasadlarni pastga uloqtirgan ayol faqat Dejining jasadini qoldiradi. Bundan so'ng Trimagasiga ketayotganligini aytgan ayol u bilan birga ketishini so'raydi, ammo u bundan bosh tortadi. Bundan so'ng Natalya aytgan yo'l bilan o'zini o'likka solgan Prempuan xonalar gaz bilan to'lishidan oldin hushidan ketishga ulguradi. Sirli xonadagi bolalar esa yuqoriga chiqishga harakat qilishardi. Eng yuqoriga chiqib olgan bolani esa turma ishchilari olib ketishadi. Prempuan o'ziga kelganida turma ishchilari uning tanasini qolgan jasadlarga bog'lagan holda olib ketayotganliklarini ko'radi. Bu esa Natalyaning rejasi ish berganligini bildirardi. Pastga olib tushilayotgan Prempuan ishchilar uxlatib qo'yilgan mahbuslarni qanday almashtirib qo'yishlariga guvoh bo'ladi. Ular bu ishni vazinsizlik holatida amalga oshirishardi. Mahbuslar orasida yoshgina bolakayni ham ko'rib qolgan ayol unga yordam berishga qaror qilib, uning kamerasida tushib qoladi. U bolakayni olib teparoqqa ko'tarilmoqchi bo'ladi, biroq muvozanatni ushlay olmasdan devorlarga urilib hushidan ketadi. Qo'rqinchli tush sabab baqirib uyg'ongan ayol 333-qavatda bolakay bilan yolg'iz qolganligini ko'radi va u bilan eng quyi qavatga yo'l oladi. Uni kaniballar o'rab olishadi, biroq bolakay sabab unga tashlanishmaydi. Ular Prempuanga shu yerda qolishi kerakligini va tepaga faqat bolalar qaytib chiqishlari mumkinligini aytishadi. Prempuan platformadan tushishi bilan boshqa platformalar yonida bolakay bo'lgan yangi mahbuslarni olib tusha boshlaydi. Ma'lum bo'lishicha, turmadagi bolalar qochmoqchi bo'lgan mahbuslarni fikrlardan qaytarish uchun qo'llaniladigan vosita sifatida boqilar ekan. Ular qanchalik harakat qilishmasin, o'zlari tushgan bu do'zaxdan jonsiz tanalari bilangina chiqib ketisha olardi. Ammo platforma noz-ne'matlar bilan tepadan pastga talant-taroj qilingan holda tushishdan to'xtamasdi. Tamom.